Mebelomachilari, azizlar, mana bugun navbatdagi mijozimizning oshxona mebellarini yasab berdik. Ko'rib va baho bering. Mana sizlarga tanishtirib o'taman. G-obrazniy qilib kuxniy mebel yasaganmiz. Mana bir chetdagi xolodilnik qo'yib, xolodilning tepalariga antresol yasab, katta narsalar joylaydigan qilib qo'yganmiz. Xudo xolisa, yaxshi firmani narsalari ishlatiladi. Push mexanizmda akrildan yasaganmiz. Fasadlarni, korpuslari 100% MDF dan. Korpus bilan fasadi ichini rangini bir xil qilganmiz. Shkaflarning ichini ham ko'rishingiz mumkin. Mijozimiz polka xohlamaganlariga polka qo'ymaganmiz bu yerda. Profilli ruchkasiz ishlatganmiz. Bu aytganimdek yana tandem salaska, bemalol og'ir narsalar qo'ysanglar bo'ladi. Yonidan emas, tagidan qotirilgan bo'ladi. Ishlashlarida muammosi yo'q. Mana bu yerda bez ruchka fasonda ishlaganmiz. Sushulkalar qo'yib berishimizni mijozimiz xohlamadilar. Отдельно o'zligida ham bunaqa sushulka ekan. O'shani qilib ishlatishar ekan. Stilistlarni ham qora tanlaganlar uchun, ruchkaga mos tushishi uchun qora qilib berdi. Mana posuda moykalarni ham joylab berganmiz. Posuda moykalarining tagiga ko'pchilik sokol qo'ymaydi. Sokollariga ham biz qo'yib berganmiz. O'sha DTS petlar polni xudo xolis fabrichniy uyaltirayotgani yo'q. Hamma yoqda shu petlarni ishlatib kelamiz. 3 yil garantiya beramiz. Mana katta tortmalar xohlaganlar uchun mana katta tortmalar ham qilganmiz. Mijozimiz xohishlariga ko'ra. Shu aytganimdek bu ham tandem salaska. Bir chekkalariga penal yasab berganmiz. Mana penallariga pech bilan mikrovolnovkalarni joylab, mana bu yerga yana tortma qilib berganmiz. Bu yoqqa push mexanizm qo'yib, polkalarni katta qilib ochib berib ketganmiz. Katta tog'ora yog'i o'zligi joylab boraverishadi. Endi navbatda bizda stullarimiz ham bor. Oshxonaga, gostiniyga, showroomimizga kelib, bemalol ko'rib, divan kreslo, spalniy mebel, hamma jamiki mebellar bor. Buyurtma asosida ham yasab beramiz. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, kelaversanglar bo'ladi. Showroomimizda sizlarni kutamiz.